Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bugun biz Bozorchi bola kanali Namangan Lolajahon bozoriga keldik. Bu yerda Kio bola deb nomlangan kostyum shim Kio sarpolar sotadigan joyga ko'rib qoldik. Shu sizlarga ko'rsatish uchun ma'lum variant deb bildik. Hozir ichkaridagi tovarlarni ko'rsatamiz. Har xil rasvetkada kostyum shimlar, tuflilar, kamar, galstuk, ko'ylak, ko'k ko'ylak bular hammasi bor ekan. Hozir bir qator bu yerdagi tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Iloji boricha narxlardan tushuntirishga harakat qilamiz. Boshladik. Son geldingiz ko'rdi. Mana do'kon ichiga kirdik. Bu yerda tovarlar xilma-xil. To'g'risi bir chekkadan tovarlarni narxlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Albatta, o'sha yerdagi sotuvchi akalarimiz bilan hamkorlikda. Demak, boshladik. Hurmatli obunachilar, mana biz Isomiddin akamiz bilan birgalikda narx-navolarni sizlarga taqdim etamiz. Xo'p, demak aka, o'zingiz tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kio bola do'koni Instagramda ko'p anazamiz. Xo'p, mana Kio kostyum shimlarimiz o'sha 700 mingdan 400 minggacha bo'layotgan har xil assortimentda yuboramiz. Juda katta, rangli Kio bola, masalan, hofizlarga, boshqa qanday tadbirlarga kerak bo'lsa bir xilda qilib beramiz. Hozir ko'proq trendda bo'layotgan yoshgina bitiruvchilarimizga mana bunday bo'layotgan bular 700 ming so'mdan o'zi kostyum shim o'zini kamzul shim 3 ta stroyka bo'ladi. Shu stroykasini beryapmiz. Xudo xolasa vibralar juda katta, har xil mana poloskalarimiz. Bu o'sha firmalari Jack firma, Mustang. Ko'pchilik Mustang desa taniydi. Jack hozir yangi nomda asl bo'lgan Jack firmaniki. Har xil firmalarda bor, arzon desan arzon variantda, qimmat desan qimmat variantda, sifatlarga qarab hammaligi stilda bor. Tuflarimiz mana Mustang hammasi. O'q o'ynang. Hozir ko'proq bugun optim kunligi sal do'konimiz bardaro, habbomasini. Ana ko'pdagi qo'ying. Mana assortiment juda ko'pchiliklarga ko'p joylarga bo'lib tiktirishadi. Katta-kattaligi brendli odamlarimiz ko'plari tanishtirgan qilganmiz. Bular mana uzr tayyor ham bor. Shu kelaversa, xudo xolasa Namanganda o'sha Lolajahon bozoridagi Kio bola do'koni. Xo'p, variantda assortiment zamshoqalardan olib qo'yiladigan. Zamshoqa olib qo'yiladigan. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz uchun telefon raqamlaringizni eslatib o'tsak. Telefon nomerlarimiz 91 363 44 55. O'sha ko'p yillardan beri mana shu ishdamiz. Ko'pchilik o'zi bizni tanishadi, ko'rsa ham bilishadi, deb o'sha xudo xolasa vaqt bilan telefonlashib kelasiz. 91 363 44 55. Xo'p, demak bu do'konimiz qaysi payt ochiq bo'ladi? 24 soat. Yo'q, soat ertalab 6 dan boshlab soat kechki payt 11 gacha. Faqat Ramazonda iftordagi bekitamiz. Haftaning qaysi kunlarigacha? Qizig'i yo'q. Har kun ish vaqtimiz o'qijon. Hayitda dam olamiz o'sha 2 kun. Qurbon hayiti bilan o'sha hayit har bitta xolos vibram juda katta vibr assortiment kelaverasizlar.